Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Buxorodan barralarimiz yana keldi. Qo'ylarimiz, barralarimiz. Qaranglar, qanaqa zo'rligini, toza. Bugun ertalab so'yildi. Agar kimgadir mana shu go'sht mahsuloti kerak bo'lsa, bemalol pastanoga qildiraman. Ovraslar. Biz ham kafega faqat mana shu go'shtdan ishlatamiz. Buxorodan. Bugun ertalab kelib, mana shu yerda qushxonada so'yildi. Bemalol kiyaverasizlar. Bitta narsa aytib o'tmoqchiman yana. Bu yerda xohlagan qismingizni bo'lib beriladi. Agar sizga bel kerak bo'lsa, bel o'zi, qo'l kerak bo'lsa, qo'l o'zi, dumba kerak bo'lsa, dumbani o'zi bo'lib ham beriladi. Tabga qarab. Bemalol kiyaverasizlar. Arzon va sifatli.